24 karatli uzugim sinib qoldi o'rtoqlar. Shuning uchun hozir tilla juda ham qimmat. Qimmat paytda nima qilish kerak? Sotish kerak. Arzon paytda bo'lsa olish kerak. Hozir tillani sotishga keldik erim bilan ikkalamiz. Ko'cha juda ham sovuq. Faqat mashinada yuraverib, ko'chaning sovuqligini ham bilmabmiz. Tilla do'konga ham keldik. Bu yoqdagi tillalarni hammasini olgim keladi. Vau. 쏙더 한 돈짜리고요. 많이 팔까? 없어요. 돈이 안 나오고요. 조금 달았어요. 야. 4.75가 한 돈이거든요. 7호가 안 나온다. Shuncha? Erim sotgunicha tillalarni tomosha qilamiz o'rtoqlar. 24 karatli tillalar juda ham qimmat. Tillani sotib olish 800 mingdan qimmat, sotish bo'lsa 750 ming ekan. Tilla qoshiqlari qaranglar. Qirollar bunaqa tilla qoshiqda ovqat yegan. Bizning uyimizda ham bor, qaynonam erimga olib bergan tilla qoshiq. Mana bu tillalari hammasi 24 karatli ekan. Vau. Buni qarang, mana bu komplekt menga juda ham yoqdi. Mana bu hammasini olgim kelyapti. Ulayni ming taqmasam ham hammasini olgim kelyapti. 쇼츠 좀 올리려고. O'rtoqlar, sotib bo'ldim. Ko'nglimdagidek pul chiqmadi lekin 주차 그 돼요? sotdim. 밑에다가 상가 주차장에 주차했거든요. Yana tilla olib berishlarini xohlardim.